Onasi qizining tug'ilgan kuniga unga mushuk sovg'a qiladi. To'satdan jahli chiqqan ona qiziga tarsaki tushiradi. Lekin u buni qanchalik qizini g'azablantirishi mumkinligini anglamasdi. Qiz onasiga tashlanib, bo'ynidagi kalitni tortib oladi. U orzu qilgan erkinlikka erishishga bir baqiya qolganida onasi uni ortidan urib hushidan ketkazadi. Ma'lum bo'lishicha, qiz aslida xotinning tajribaviy jonzotlari bo'lib, odamlarga juda o'xshaydi. Faqat orqasida dum va hayvon oyoqlari bor edi. Qiz asta-sekin ulg'aygan sari tashqi dunyoga qiziqib, tashqariga chiqib o'ynashni istardi. Ammo onasi bunga rozi bo'lmaydi. Qiz bundan juda g'azablanadi. Dasturxonni ag'darib, uydagi mebellarni sindira boshlaydi. Keyin esa tomga chiqib, derazani sindirib qochib ketadi. Xotin uning ortidan yugurishadi. Qiz tashqaridagi dunyoni kuzatar va o'zining yangi hayotidan zavqlanar edi. Shu payt u tasodifan noto'g'ri qadam bosadi va qulashga yaqin kelganida mo'jiza yuz beradi. Uning qo'llari va orqasida qanotlar o'sib chiqadi. Endi uchish qobiliyatiga ega ekanligini bilgan qiz osmonni o'zining cheksiz makoniga aylantirmoqchi bo'ladi. Otasi esa qizining boshi berk ko'chaga tushishidan qo'rqib, uni to'xtatishga harakat qiladi.